Assalomu alaykum Imronbek Indeskurda kanalining obunachilari. Hozir mana kurkalarimiz Xudo xolasa juda ham katta bo'lgan holatlari. Bular bir oyu g'asi 20 kunlik bo'ldi. 2-3 kunda tez katta bo'lmabdimi? O'zim ishim ko'payib ketib qolib qaralmadim. Parandalarimiz Indeskurdalarimiz nimagadir kurki bo'lmayapti. Quyon ishqibozlariga mana quyonlarimiz. Ichkarida yana bor quyonlarimiz. Tuxumlarimiz, shu tuxumlarimiz badak. Qachon yotar ekan endi bular. Ko'p tashabdim tuxumlar. Baqiriq ekan bu ham bitta. Boshida ona ham baqiradi. Eng kichkina partiyamiz bu. Bular ham o'zi mana dumma quyon cho'p qopti. Yaxshi. Bular birinchi partiya. Shatmaydi endi. Ular ikkinchi partiya. Mana ikkinchi partiya. Kichkinaga ketdik. Mana kichkinaligini qarang, shirinligini qarang. Nada o'shalarnichi, o'rtalar oqlarichi, kalamiga. Endi sutdan sekin chiqaribdi. Bir oyga yaqinlashib qoldim. Qancha bo'ldi? Ikkinchi kuni tug'ildim. Bugun o'zi mana past oyda oxiriga qarab ketyapmiz. 2-mart kuni tug'ilgan ular. 2-aprel kuni 1 oylik bo'ladi-da. Va bular o'zi yem o'tib ketadi keyin emas. Tuxumlarimiz ham g'arram bo'lib ketdi. Tuxumlarimiz Baqiriq. Oy. Kichkintoy. Do'stlarimiz, xamir turish ham berib ko'rdik kecha. Kurka bo'lmayapti, nimalarimiz, indutkalarimiz. Yotmayapti. Ana yotib, turib ketib. Bilmayman nima bo'lyapti bularga. Nima ma'lumot berasizlar endi? Bular kurka bo'lishga bormi hali? Nimadir yetishmayaptimi bularga? Yemlari o'sha kepak berilyapti. Kepakka aralashib o'sha aralashma dondan berilyapti. Bular hozircha tuxum kecha sanasak 100 tami tuxum bo'libdi. 100 ta tuxum bor. Endi bizga yo'q deganda 4 tasi kurka yotsa, o'sha 100 ta tuxumni 25 tadan 4 tasi bo'ldirib bostirsak bo'ladi deb tursak, ular bittasi ham kurka bo'lmayapti. Qo'shnim shunaqa tavsiya berdi. Aslan aka degan qo'shnim. Vinoni shpritsda olib turib, og'izga haydash kerak degan tavsiya berishdi. Naqib ko'raymikan endi iloji yo'q, shu variant qolyapti endi bitta. Qizigandan o'shanda yotaveradi deb masal berishdi. Onani qara. Ashki ovqat ko'mib qo'yilganda achigan ovqat to'xtamay o'shanga yopishadi ya, ko'radi. Shuncha to'g'ri ovqatlar turibdi. Kurkalarimiz bilan o'rdaklarimiz chiqishib yaxshi ko'rdim. Urushmayapti ham, ko'zini oldida olib ko'p bo'lgani uchun kelishib yashayapti.
Do'stlar, xudo xohlasa yangiliklar bo'lsa yana video qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like va podpiska esdan chiqmasin.